Hurmatli qadrdonlar, keling bugun nasib bo'lsa sizlar bilan arab tilida ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Hozirgi o'tadigan darsimiz albatta Alfiyat ibn Malik, ya'ni Imom ibn Malikka arab tilida nahv ilmi bo'yicha yozgan mingta she'rini bir chekkadan batafsil qo'ldan kelgancha chiroyli sharhlab borishga harakat qilamiz. Albatta kuzatib borishda davom etasiz va qaysidir joyini qandaydir xato kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, albatta bu narsalarni to'g'ri qabul qilishga va bizga yolg'iz chiroyli maslahat berib qo'yishga harakat qilasizlar. Xo'p, bugun xudo xolasa oldingi darsimizdagi mavzularni bitta takror qilamiz. Oldingi darsimizda esingizda bo'lsa, so'zni 3 qismga bo'linishini, ism, fe'l, harf o'tdik. Va har birini o'zini birinchi o'chiritda eng hamma o'rgangan daloliy jihatlama bo'limini aytib o'tdim. Ya'ni ma'nosi bor, zamoni yo'q, zamoni va ma'nosi bor, zamoni ham ma'nosi ham yo'q, boshqaga o'zgaga qo'shilsa ma'no anglatadi degan bo'limni aytib o'tdim. Ana undan keyin sizlar bilan ismni o'zini alohida 5 ta belgisini o'tdim. Keyin fe'lni alohida 5 ta belgisini o'tdim va fe'l bilan ismga agar tushmaydigan bo'lsa, demak uni siz harf deyishingiz mumkinligini ham tushuntirib o'tdim. Ana endi bugungi darsimizda nasib bo'lsa fe'lni alohida 3 ga bo'lamiz. Bilasiz, fe'l 3 ga bo'linadi. Modi, mudori, amr. Modi o'tgan zamon, mudori hozirgi zamon va amr buyruq zamoni. Arab tilida faqatgina 3 ta dona zamonga bo'linadi. To'g'ri, ingliz tilida, o'zbek tilida, rus tilida 3 tadan ko'pdir, lekin arab tilida eng mashhur mana shu 3 tasi hisoblanadi. Va bularni bir-biridan yasaysiz. Eng qizig'i bilasiz, modi bilan mudori, mudori bilan amr, ya'ni buyruq bilan hozirgi zamon o'tgan zamondan yasaladi. O'tgan zamon bu so'zni original, shakli original qolipi hisoblanadi. Xo'p, endi bu qo'shimchalarni bilamiz va modiyda ham, mudoriyada ham, amrda ham nasib bo'lsa ma'lumotingiz o'zi aslida to'liq bo'lishi kerak, chunki siz bu videoni kuzatayotganingizda B1 darajadan yuqori bo'lasiz, bemalol gapirishni va so'zlashni biladigan bo'lasiz. Bu ma'lumotlarni to'liq o'rgangan bo'lasiz. Endi ma'lumotlaringizni to'ldirish yo'nalishida siz bilan davom etamiz. Xo'p, mozi fe'lni ajratadigan bitta joyi bor dedi. U ham ta'il foil. Ta'il foilda ta, ti, tu bilan t kirar ekan. Ta, ti, tu bilan t kirar ekan. Ta ta'nisi sakina ham kiradi. Xo'p, aynan mana shu qo'shimchalarni mozi fe'lga qo'sha olsangiz, demak siz uni mozi fe'l deysiz. Ya'ni mozi fe'lni belgisi ta'id ta'nisi sakina yoki ta'il foil qo'shilishi. Qanaqa qilib? Bu chunki amrga ham qo'shila olmaydi, mudoriyaga ham qo'shila olmaydi. Yazhabu, yazhabuta deya olmaysiz yoki yazhabut deya olmaysiz, to'g'ri kelmaydi. Yoki misol uchun izhab, izhabat deya olmaysiz yoki izhabata deya olmaysiz, to'g'ri kelmaydi. Ana o'shaning uchun bu muzoriyni belgisi. Ya'ni oldimdagi fe'lni modiga kirishini bilmoqchi bo'lsam, ta'il foilni qo'shib ko'ring. Iloji bo'lsa o'xshasa ma'no chiqsa chiroyli. Ma'no chiqmasa demak u modi emas. Mudoriyachi, mudoriyaga keladigan bo'lsak, mudoriyaga undan oldin old qo'shimcha qo'shib ajrata olasiz. U ham lam qo'shimchasi. Nega? Mudori'a qo'shimchalari ko'p o'zi aslida, lekin eng mashhuri lam yoki eng faqatgina xosi lam qo'shimchasi. Agar siz lam qo'shimchasini mudori'a o'ziga qo'sha olsangiz, ana oldingizga so'zingizga qo'sha olsangiz mudori'a bo'ladi. Misol uchun yazhabu lam qo'shing, lam yazhab bo'ladi-ya. Xo'p, nega aynan lammi? Chunki lala, mala, yana shunga o'xshagan qolgan qo'shimchalar boshqalarda qo'shilishi mumkin. Lekin lam faqatgina mudori'a o'zida keladi. Va moziga ham, amrga ham kirmaydi. Misol uchun zahaba, lam zahaba deya olmayman, yoki izhab, lam izhabam deya olmayman. To'g'ri kelmaydi. Eshitilishidan ham, nutqidan ham, gapdagi jumla mazmunidan ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu qo'shimcha ham kirmas ekan. Ana endi fe'li amr, ya'ni buyruq fe'lini belgisi nunut tavkid qo'shilishi. Nunut tavkid bilasiz, ya'ni ta'kidlashni. Buyruq berayotganingizda buyruq berasiz. Endi agar shu buyrug'ingizni qayta ta'kidlayotgan bo'lsangiz, ni qo'shib qo'yasiz. U 2 martalab buyruq o'rniga o'tadi. Va misol uchun izhab bo'lsa, izhaban yoki izhabanna. Bilasiz, bu qo'shimcha o'zi aslida muzoriyga ham qo'shiladi. Lekin muzoriyni, ya'ni hozirgi zamonni buyruq zamonidan qanaqa qilib ajrataman? Bilasizlar, ajratish oson.
buyruq zamonini hozirgi zamondan ajratadigan bu boshidagi hozirgi zamonni boshidagi qo'shimchalar. O'tgan sizlar ya a, n, y, t. Yazhabu, tazhabu, azhabu, nazhabu larni o'tgan sizlar ya. Birinchi harfi bu muzori harfi bo'ladi ya, bilasizlar ya. Shuni o'zi sizlarga kifoya bo'ladi. Mudori bilan bu amrni ajratishi. Endi agar nunu tavkid agar o'sha mudori harflar qo'shilmasdan turib kira oladigan bo'lsa, demak siz uni fe'l amr derkansiz. Va fe'l amrni yana bitta ajratadigan nuqtangiz bor. Nima deydigan bo'lsangiz, fe'l amrda ismi fe'ldan ajratishingiz kerak. Ismi fe'l nima degani? So'z o'zi fe'l ma'nosida keladi, lekin o'zi aslida nom. Misol uchun oladigan bo'lsak, sih yoki soh yoki sohin, uchalasi ham bir xil ma'noda. Ya'ni o'char ma'nosida keladi-ya. Bu so'zni mozisi yo'q, muzoriyi yo'q. Bu bitta shu anaqani o'zi, qolipni o'zi. Shuning uchun buni ismi fe'l deyman, nom deyman. Yoki bunga o'xshagan, misol uchun hazari. Hazari degani ehtiyot bo'l degani. Ihzar amr fe'li bo'lsa, lekin hazari bu ismi fe'l. Bu ya'ni hazar qil degani arabchalar. Lekin buni o'tgan zamoni ham yo'q, hozirgi zamoni ham yo'q. Yoki bunga o'xshagan bolalarga aytadigan kih deymiz, arabchalar ham bor, kih deyshadi. Ya'ni tashadi degan ma'noda keladi. Bu ham ismi fe'lga kiradi. Hayhat deyshadi. Qanida yoki vaydot ma'nosida keladi. Misol uchun, yoki yana shunga o'xshagan alohida joylari bor ismi fe'l, lekin bitta ajralib turadigan ismi fe'lga nun tavkid kirmaydi. Ya'ni fe'l amrdan, buyruq fe'lidan ismi fe'lning farqi, ismi fe'lga o'sha nun tavkid kirmaydi. Ana shundan fe'lni ismdan ajratib olasiz. Qanaqa qilib? Misol uchun ihzar. Hazar qil degani ya, qoch degani. Hazari so'zi. U ham xuddi shu ma'noda kelyapti. Lekin ihzar bu fe'l, hazari bu ism. Qatdan bilyapsiz? Ikkalasining ma'nosi bir, lekin ihzaron deya olmayman yoki ihzaronna deya olmayman. Lekin hazari so'zda hazariyan deya olmayman. To'g'ri kelmaydi ma'no. Yoki misol uchun uskut bilan soh. Ikkalasi ham jim, sukut saqla, o'char ma'nosida keladi. Lekin uskutan deya olmayman. Uskutanna deya olmayman. Lekin sohan deya olmayman. Sohanna deya olmayman. To'g'ri kelmaydi. Nun tavkid kirmaydi. Ana shundan ismi fe'lni buyruq fe'lidan ajratishni o'rgan deyiladi. Va bugungi hozirgi aynan bu fe'lni bir-biridan ajratish qoliplari edi. Nasib bo'lsa keyingi darsimizda qotgan va i'roblanadigan qo'shimchalarni bir chekkadan o'tishni boshlaymiz. Keyingi darsda kuzatib borguncha salomat bo'linglar.